iymonli, e'tiqodli mo'min musulmon kishining xotirjamligi rizqini Allohdan deb bilishidir. Dunyodagi qirg'in-barot janglar rizqni ko'paytirish uchun bo'lyapti. Dunyodagi sun'iy holatda kasalliklarni tarqatib, dori sotayotganlar rizqini kengmo'l qilish uchun qilyapti. Dunyoda bir mamlakatni bosib olish rizqini kengmo'l qilish uchun bo'lyapti. Poraxo'rlik rizq talabida uchun bo'lyapti. Sudxo'rlik rizqini talab qilganligi uchun bo'lyapti. Kerak bo'lsa o'zini bolasini o'ldiryapti, bolasini sotyapti. Nimaga? Rizqni kengaytirish uchun. Kerak bo'lsa ota-onasini ertaroq o'ldirtirib yuboryapti, rizqni ko'paytirish uchun. Kerak bo'lsa aka bilan uka ajrashyapti. Qavm qarindoshlar siylar rahmat aloqasini uzyapti. Hammasi rizq uchun. Holbuki bularning birortasida rizqni kengmo'l bo'lishi to'g'risida va'da yo'q. Rizqning kengmo'l bo'lishi, uning ziyoda barakali bo'lishi faqat toat ibodatda, amali solihlarda, taqvoda, xayriyatda, ezgulikda bo'ladi.